Assalomu alaykum, hurmatli Ofarin S YouTube kanali kuzatuvchilari. Biz Surxondaryoda Termiz tumaniga qarashli bu joy. Albatta, albatta. Termiz tumanida avtomashina bozor bor. Mana shu joyda Termiz Shinray saloni tilim keltiradi. Salondamiz. Bu yoqda asosan yuk mashinalar bor shekilli. Albatta, yuk mashinalarimiz ham bor. Ha, buni markasini nima dedik? T32. Xo'p, bitta tushuntirib o'taylik kuzatuvchilarimizga, buni qanaqa qulayliklari bor. Demak, bu necha kishilik deyiladi? Endi bu 5 kishi o'tirsa bo'ladi. 5 kishi deyiladi. 5 kishi o'tirsa bo'ladi. Bemalol o'tirsa ham yuk ham olsa ham bo'ladi. Bort qilib 6 metrlik stropilar yoki profilda ham ortsa bo'ladi. Siz buni qulayliklarini aytib o'ring. Men hozir orqada qanday odam o'tirishini bitta ko'rib o'tamiz. Albatta. Qulayliklariga keladigan bo'lsa, bu yana yotadi. Ha, albatta yotadi. Qulayliklar keladigan bo'lsa, asosan rullari elektronika, ABS'lari bor, kondisionerlar, planshetlar bor. Albatta. Demak, 5 kishi bunaqa biznesi borlar, masalan, akvachilar oladigan bo'lsa zo'r ekan. Ustida hammasi birdaniga ketaveradi. Albatta. Bu yoqni yopib oladigan bo'lsa, bort qilgandan keyin bemalol profilda tepaga ortsa ham bo'ladi, akajon. Bizda ikkita mashina ishini bitta mashina bajaradi-da. Surxondaryoda san'atkorlar bor, sahna qo'yadiganlar bor, monitor teradiganlar bor-ku, sizlar uchun ham eng zo'r variant ekanda. Butun sostav bilan ketaverar ekan. Albatta, albatta. Salonni bitta ko'rib o'taylik. Mayli, akajon, yuring. Demak, bunga gaz qo'yilgan, ha? Metan gaz qo'yilgan. 90 talik qo'yilgan aka. Bu zavoddan qo'yilgan, ha? Zavoddan qo'yilgan. Hozir metan qo'yilgani bilan qo'yilmagani narxida farq qiladimi? Ha, ozgina farq qiladi, chunki farq qilishiga sabab buni metan gazi to'g'ridan-to'g'ri miyasiga o'rnatilgan tabloda ko'rsatib turadi. Kam ko'pligini aytib turadi. Farq shunda. Farq shunda. Demak, hozir shu metan qo'yilgan varianti 183 million. 183 million 125. Chegirma bilan 180 millionga beriladi. Bu 1 oy davom etadi dedingiz, ha? 1 oy, xuddi shunday. Shu oy uchun, iyul oyida davom etar ekan. Mana shu gaz qo'yilgan tayyor 183 million emas, 180 million berib olsa bo'lar ekan. Endi kredit masalasi bank bilan avtokredit qilib olaversa bo'ladi. Albatta. Demak, 5 kishilik salonda bu mexanika ekan. To'g'rimi? Rul qanaqami? Gidravlika deydi-ku, yengil. Elektronika. Elektronika. Juda ham qulay, yumshoq, bemalol. Bu ya'ni haydovchini charchatmaydi, akajon. Gidravlikadan ham yengil-da. Albatta. Bu uzatma qutilari deydimi, mexanika bo'lar ekan. Buni avtomat korobkalik bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, avtomat korobkalik bo'lmaydi. Asosan yukli bo'lgani uchun bu mexanika bo'ladi-da. Motor 1.5 da. Kichkina planshetchasi bor ekan. Ha. Orqa kamerani ko'rsatadi dedingiz-a? Ha, xuddi shunday orqa kamerani ko'rsatadi. Nimaga olganda? Orqasiga olganda ko'rsatadi. Orqasiga olganda. Xuddi shunday. Salon yomon emas, kengishgina. Ha, kengishgina, bemalol. Charchatmaydi. Uzoq yo'llarga biznes qilaman deydiganlar uchun oilaviy harakat qilsa, harakatlanishga juda ham qulay. Bizneslarga ham, yakka tadbirkorlarga ham qulay. Ko'rinish ham bor. Radiator olib chiqqan. Bu yoqda bo'ladi endi. Labay. Motori bu yoqda bo'ladi, savolda ham yo'q, bu yerda motor o'tirgan haydovchining tagida bo'ladi. Tagida bo'ladimi? Asosan eng kerakli almashtiradigan, tez almashtiradiganlar. Masalan, radiatorlarimiz yoki suvlarimiz yoki antifrizlarimiz oldida joylashgan. Demak, bu 5 o'rindiqlisini ko'rdik. Bu yoqda faqat 2 o'rindiqli. Bu yerda 2 o'rindiqimiz bor. Buni markasi qanaqa endi? Bu T30. Mana T30 degan. T30 gazli. 173 million 125. 173 million. Bunga ham gaz qo'yilgan. Bunga ham qo'yilgani. Bu faqat haydovchi va oldidagi bitta yo'lovchini olib yurish mumkin ekanda. Endi buni asosan mijozlarimiz shuni so'rashadiki, buni orqasi borti uzun bo'lgani uchun. Joy ko'proq. Joy ko'proq oladi, ko'p yuk oladi. Bir tonadan ko'p ortiq yuk oladi. Siz endi shu bo'yicha baribir ko'p mutaxassissiz, xabaringiz bo'lsa kerak. Mana tog'li, noqulay sharoitlarda yurish qanaqa ekan? Juda ham qulay bu. Ham benzinga ham gazga ham ketadi. Bu kaprizli emas-da, tanlamaydi, ketaveradi. Dalalargacha ham ketaveradi. Nuftalari chaynalib tutab ketmaydi. Endi ko'chada ham ko'p ko'rib qoldilar shekilli bunaqa markadagi odamlar o'zi yaxshi narsani biladi. Albatta. Yana eslatib o'tamiz, bu salon Termiz tumanida avtomashina Termiz Shinray saloni. Bozorning oldida joylashgan.
kelib yana ham boshqa variantlarni ko'rib olish Ha, mumkin. modellar, boshqa modellarimiz ham Boshqa bor. modellar ham bor. Ekranda telefon raqamlari bor. Shu o'rinda kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Yana qanaqa markadagi mashinalarni sizlarga imkon qadar obzor qilib berishimizni xohlaysizlar. Agar kimdadir mana shunaqa yuk mashinalarini olish istagi tug'ilib qolgan bo'lsa, Termiz tumaniga kelasizlar. Bu joyda ko'pchilik biladi. Termiz tumanida joylashgan avtomashina bozori. Bu yoqda pravaga test oladigan ham joy bor, ko'pchilikni asabini buzadigan joy. Shuni yonboshda mana shu Shinrey Termiz avtosaloni mana shunaqa bahaybat binoda. Bu yoqda tanlov ko'p, ko'rib turganlaringizdek kelaverasizlar.